makaron bor, yog' bor, chechevitsa, zugusho'nniy moloko, tuz, gugut, qora choy va prannik. Yana mashinamizda xo'p, kartoshka bor, piyoz, sabzi va un. Alloh taolo bergan ehsonlarni qabul qilinglar. Davom etasizlar, biz bularni olib kelaveramiz. Birodarlar, bular mana qo'yan pravtalarimiz. Omonatlarni qabul qilib oling. Alloh taolo hammamizga yengil yashov bersin. Mayli, omonat bo'linglar. Allohga omonatsizlar. Bular bu uyda kvartirada turishadi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum birodarlar. Biz yana shu oktyabr uchastkasidamiz. Yana bir xolamizni xabar olib kelganmiz. Bugun sheriklarga o'zimga qolib ketdi sham. Hammasini ishi bor ekan. Xolajon, mana yana pravtalar bor. Hozir olib kelaman. Yig'ilolmang endi. Ilodim yo'q ekan. Bo'lam ko'cha bo'ladi. Ha, endi shunaqa ekanda endi. Hozir men qo'ygan pravtalarni olib kelay xolajon. Birodarlar, jicha noqulay bo'lyapti shunaqa. Qanday sizning ekan? Anchadan beri kelanmadik. Duo qilib bering endi xolajon. Ilohim topganlarga baraka bersin. Amin. Topganlarga hammasini tanjoy saqlasin. Amin. Hammalar to'ylarga yaxshi kunlar nasib qilsin. Amin. Sog' bo'linglar. Amin. Otinglar sog' bo'lsin. Topganlarni Alloh o'rnini hech barar qilib qo'ysin. Amin. Tanjoylar sog' bo'lsin. Topganlar to'ylarga yaxshi nasib qilsin. Sog' salomat o'ynar, dard ko'rmaylik. Amin. Salomat bo'ling. Ham kasal bo'lmaylar. Hammalar Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga ham tanjoylar sog' Hokimiyatdan ham kelishgan siz xabar olib. Kelaverlar. Birodarlar, biz yana shu saraydagi semyamizga keldik. Bu akamizni tanysizlar. Raftalarimizni beramiz inshaalloh. Bu semyada ikkita aqli zaifroq aka singil bor. Aka, qanday, tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qiyinchiliklar yo'qmi? Xalqimiz ehson qilib shularni berib yubordi sizlarga aka. Rahmat. Mana shu qo'pol bo'ldi. Ha. Duo qilib berasiz endi aka. Shu ukalarimni ham janjoliga yaxshi bo'lsin. Menga berdi, ularga mingda bersin. Amin. Hamisha yuzi ochiq bo'lib, ota-onasining bag'rida yursin. Amin. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Aka-ukalar, biz Ko'kalaposhga keldik. Oxirgi semyamiz mana bugungi. Inshaalloh shu bilan bugungi ish kunimiz tugaydi. Assalomu alaykum. Xolajon, qandaysiz? Tuzingmisiz? Sizlarni xabar olib Aron hadiya gruppasidan keldik-da. Xolajon, bu xalqning omonatlarini yetkazib, hozir ham narsalar bor olib kelaman xolajon. Men o'zimga yakkalik ham qiyin bo'ldi, birodarlar. Yordamga turasizlar shekilli. Salomat bo'ling xolajon. Amin. 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 Aytganingiz kelsin. Amin. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz xolajon? Yuribsizmi? Yolg'iz yashaysiz. Ha, yolg'iz o'tiraman. Qiyin sizga. Nima qilayman? Xolajonimiz yolg'iz yashaydi, bir dona qizi bor. Opamizni ham turmushga chiqarib yuborib, o'zi yolg'iz qolgan. Birodarlar, bu xolajonimizni mana eshik romlarini, uy turmushi ham juda xarob holatga kelib qolgan. Shunga imkoniyati borlar kelib, ancha-muncha
bir ko'ngil burib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Agar shu videoyimizda bir ta'sirlanib, agar yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, bo'lmasam yana o'zimiz ko'ngil burib kelib qilishlikka harakat qilamiz hammamiz birgalikda. Shu bilan bugungi kunimiz tualet haqiqatdan ham o'tgan safar bir telefon qilib hojatxonadan ham bir shikoyat qilishgan edi. Endi ojizlar qo'ldan hech bola kelmaydi. Shuni bir yangi kavlab, g'ishtlarni boshqatdan urish kerak bo'lyapti. Shunga ham bir ko'ngil burib qo'yaylik iltimos. Haligi Tepaqo'rg'onda ham yaqinda bir onajonimizni uylarini chiroyli qilib remont qilib berdik. Bu xolajonimiz ham shu xolamiz qatorida. Birodarlar, shunga bir ko'ngil burib qo'yaylik. Tandirlari ham bir ahvolga kelib ketibdi o'zi. Inshaalloh xalqimiz qarab turmaydi, xolajon. Birgalikda hammamiz bir harakat qilib, birodarlar, telefon qilsanglar biz aloqaga chiqamiz. Doim aloqada bo'lamiz sizlar bilan 24 soat. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.